Барчаге ассаламу алейкум. Тот самый понедельник, где ты сама себе обещала пойти на тренировку. O'sha dushanba kun keldi. Kim o'ziga va'da qilgan dushanbadan boshlayman, sport bilan shug'ullanaman, to'g'ri ovqatlanaman deydigan qizlar uchun bag'ishlanadi. Mana qizim ertalab hatto uxlasa bo'lardi, chunki bugun do'plari yo'q, lekin turib trenirovkaga boraman dedi. Sizlar ham shunaqa disiplinirованный bo'linglar, azizlarim. Faqatgina o'zingizni yaxshi ko'rgan holingizda, o'zingizni birinchi o'ringa qo'yganingizdan keyin hamma ishlaringiz tapa o'xshab ketadi. Agar siz o'zingizni oxirgi o'ringa qo'ysangiz, voy birinchi bolalarim, voy birinchi erimga qarashim kerak, qaynonam, qaynota и так далее, siz qolib ketasiz. Sizni energiyangiz yetmaydi ularga. Agar siz sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib, energiyaga boy bo'lsangiz, hamma narsaga ulgurasiz.